Yaqin Sharqqa urush qaytishda davom etmoqda. 12-iyul tongda Eron rasmiylari Hormuz bo'g'ozini butunlay nazoratga olganini va uni kuch bilan himoya qilishini e'lon qilishdi. Eron parlamenti raisi Muhammad G'olibov ham bir tomonlama sulh olib borish o'z nihoyasiga yetdi. Biz aytgandik, so'zingizda turing yoki badalini to'laysiz deb. Endi haqiqat eshik qoqmoqda degan. Oldinroq AQSh Bahrayn va Qatar hududidan HIMARS tizimi orqali Eronning Bandar Abbos, Buhesher, Sirik, Minab va Ahvaz hududlariga zarba bergandi. Zarbaga Eronning Kipr bayrog'i ostidagi tijorat kemalariga zarba berilishi sabab qilib ko'rsatilgandi. Bugun 12-iyulda esa Eron, Yordaniya, Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatardagi AQSh bazalari tomon ballistik raketalar uchirgan. Undan tashqari AQSh dengiz kuchlarining Ummon hududidagi markaziy logistik markazi deb hisoblanadigan portiga ham kutilmagan hujum uyushtirilgan. Har ikkala tomon ham qisqa muddatli kelishuv buzilganini hamda bunga qarshi tomonlar sababchi ekanini ta'kidlashmoqda. Ammo ikkala tomon ham to'liq ko'rinishdagi urush holatiga kirishga shoshilishmayapti. Chunki urushning kengayishi ikkala tomon uchun ham manfaatli emas. Ammo tomonlarni qanoatlantiruvchi kelishuvga erishilmas ekan, uzoq muddatli urush sharpasidan qochib qutulib bo'lmaydi. Obuna bo'lishni unutmang. Biz esa jarayonni birga kuzatamiz.